Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Yaxshimisizlar? Hurmatli ota-onalar, gruppamizni unitazi mana chatal bo'lib qolibdi. O'shanga likillayapti. Yaqinga olaylik, bu davlat tomonidan qo'yilgan, endi bu ham ancha xizmat qildi. Mana opasnik, bitta yaxshi santexnik kerak, suvi silqib ketyapti. Keyin mana manetni ham semestrini yangilash kerak. Ashunga kimda yaxshi santexnik bo'lsa, qo'ldan kelgancha bir o'zimiz ham hammamiz homiy bo'lib shu yangi semestr olaylik, yangi unitaz qo'yaylik. Ikkovsini ham yaxshi santexnik topib, ikkita unitaz, bitta semestr qo'yib olaylik. Tashqariga sovuqqa olib chiqmaylik. Bu faqat majbur bassizlar. Faqat birga hamkorlikda ishlaymiz deb shu videoni tashladim. Kimda qanaqa